Anushteginlar sulolasi vakillari sobit qadamlik bilan uzoqni o'ylab qilingan diplomatik ustamonlik, mavjud siyosiy shart-sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan oqilona faoliyat olib borganlari natijasida ulkan imperiya tuza olganlar. Bunda ular Saljuqiylar sulolasining zaif tomonlaridan ustalik bilan foydalandilar. Qora Xitoylar, Qoraxoniylar, G'uriylar, Abbosiy xalifalari bilan goh nozik diplomatik usul, goh kuch ishlatish oqibatida buyuk saltanatga asos soldilar. Sulola asoschisi Anushtagin O'g'izlarning Bekluli urug'idan bo'lib, Saljuqiy hukmdori Sulton Malikshoh saroyida toshdorlik lavozimidan 1077-yili Xorazm boshqaruvchisi lavozimiga tayinlanadi. Anushtagin 1077-1097-yillari o'z faoliyati davomida Saljuqiylarning ishonchiga sazovor bo'ldi. Bu ishonch tufayli uning avlodlari Xorazmda hukmronlik qilishni qonuniy meros sifatida qabul qilib oldilar. Anushteginlar ma'lum bir vaqtgacha vaziyat taqozosi bilan Saljuqiylarga xizmatda sadoqat ko'rsatdilar. Chunki 11-asr boshlarida 12-asr o'rtalariga qadar butun sharqda musulmon dunyosida Saljuqiylardan qudratli birorta sulola va davlat bo'lgan emas. Hatto xalifalik poytaxti Bag'dod ham ular tasarrufida bo'lib, xalifa dunyoviy hokimiyatdan chetlashtirildi. Amalda esa faqat diniy hokimiyatnigina ifodalardi xolos. Saljuqiylar g'arbda O'rta Yer dengizi va Yevropagacha cho'zilgan hududlarni egallab shon-shavkatda buyuklik darajasiga ko'tarilgan edilar. Xorazm shohlari Anushteginlar sulolasi asoschilarining tarixiy xizmati shunday ediki, ular rasman Saljuqiylarga qaram bo'lgan holda amalda bo'lajak mustaqil Xorazm davlatining poydevorini qurishga muvaffaq bo'ldilar. Anushtegindan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Qutbiddin Muhammad 1097-1127-yillarda mavjud vaziyatdan ustalik bilan foydalanib, hatto Saljuqiylarning eng buyuk mavqeini xalqaro miqyosda va shuningdek ichki tomonda ham mustahkamlashga xizmat qildi. Saljuqiylar hukmdorining ishonchiga sazovor bo'lgan Qutbiddin Muhammad Xorazmshoh amalda mustaqil Xorazm davlatiga asos soldi. Uning Saljuqiylarga qaramligi nomigagina, ya'ni har yili muayyan o'lpon to'lab turish tarzida bo'lgan. Mazkur hukmdor to'g'risida tarixiy yodgorliklarda Xorazmshohning unvoni dunyo va din qutbi, g'alabalar otasi, mo'minlar amiri, xalifaning yordamchisi degan so'zlar ham Xorazmshohning obro'yi baland ekanidan shohidlik beradi. Qutbiddin ma'rifda ta'lim olib, yaxshi ma'rifat olgan, adab va din ilmlarini o'rgangan. U har tomonlama iste'dodli odam edi. Olimlar va din arboblari uni yaxshi ko'rishar. U ham ularni izzat hurmat qilardi. Fuqarolarga adolatli, ular ham uni yaxshi ko'rib, uning nomini aziz tutar edilar. Qutbiddin Muhammad boshlagan xayrli ishlarni uning o'g'li Al-Malik Abu Muzaffar Olovuddin Jaloliddin otisiz davom ettirdi. Xorazmshoh otisiz 1127-1156-yildagi hukmronlik davrini asosan ikki bosqichga bo'lish mumkin. 1127-1138-yillar va 1138-1156-yillarga. Agar Xorazmshoh otisizning hukmronligining birinchi davrida Sulton Sanjarga sadoqat bilan xizmat qilgan bo'lsa, hukmronlikning ikkinchi davrida mustaqil Xorazm davlatiga asos soldi. Xorazmshoh otsiz har bir qulay vaziyatdan foydalanib, birinchi marta Xorazmshohlar davlatining hududlarini kengaytirish siyosatini boshlab berdi. Xorazmshoh Sulton Sanjar farmonini buzib, Saljuqiylarga tobelikda bo'lgan ko'pgina yerlarni bosib oldi. Sulton Sanjar ham Xorazmshoh otsizning qudratini tan olishga majbur bo'ldi. Natijada siyosat maydonida kuchli davlat, Xorazmshohlar davlati paydo bo'ldi va mustahkamlandi. Strategik siyosiy maqsadlarni ko'zlagan Xorazmshoh otsiz qo'shni davlatlar bilan ham samarali diplomatik munosabatlar o'rnatishga intildi. Vladimir Baltort uning qo'shni davlat hukmdorlariga yozgan maktublarini sharqona diplomatiya namunasi deb baholagan. Bunday harakatlarning natijasida kuchli amalda mustaqil davlatga asos solgan. Bu albatta Xorazmshoh Jaloliddin otsizning o'z davridagi siyosiy vaziyatni chuqur anglagan, mohir diplomat, siyosiy arbob bo'lganidan dalolat beradi. Xorazmshoh otsiz ham barcha Xorazmshohlar kabi yuksak madaniyatli hukmdor bo'lgan. Olovuddin otsiz otasiga o'xshab ma'rifda yaxshi ta'limot oldi. Otsiz musulmonlar podshohiga xos islom diniga va ilohiyot olimlariga homiylik qilishdan tashqari turli fanlar va san'at ahlini qadrlar, o'zi ham forscha qasida va ruboiylar yozar, juda ko'p buyuk shoirlarning baytlarini yoddan bilardi. U Xorazm aholisiga g'amxo'r, adolatli podshohlik qildi. Fuqarolar Xorazmshoh otsizni yaxshi ko'rishar. Uning zamonida xalq xavf-xatardan mutlaqo xoli, tinchlik va osoyishtalikda, adolatda yashadi. Jaloliddin otsiz vafot etgach, o'g'li El Arslan 1156-yil 22-avgust kuni taxtga chiqadi. U ham o'z sulolasi an'analarini sodiqlik va sobit qadamlik bilan rivojlantirib, mamlakat sarhadlarini kengaytirish siyosatini davom ettirdi.
El Arslan 1167-yilga kelib Balx va Savzavor shaharlarini, shuningdek, eng yirik shaharlardan biri bo'lgan Nishopurni egalladi. Natijada Ajam va turklar podshosi nomini oldi. El Arslan 1172-yil 17-mart kuni vafot etadi. O'limi oldidan kenja o'g'li Sulton Shohni valiahd qilib tayinladi. Ammo davlat va harbiy ishlarga uning onasi Turkon xotun qo'lida bo'lgan. Ammo Olovuddin Takash, ya'ni El Arslanning katta o'g'li Xorazm xalqi va qo'shinlarining madadi bilan rasman 1172-yil 11-dekabrda Xorazm taxtiga o'tiradi. Oqibatda saltanatda aka-ukalar o'rtasida toj va taxt uchun 20 yillik davom etgan o'zaro urushlar boshlandi. Sulton Takash ukasi bilan kurash bilan birgalikda saltanatni mustahkamlash va sarhadlarni kengaytirish siyosatini davom ettirdi. Takash davrida Dehqiston qo'shib olindi. Sulton Shoh ancha vaqtgacha Xurosonda hukmronlik qilib, taxt uchun akasiga qarshi shiddatli kurash olib boradi. Shuni alohida qayd qilib o'tish kerakki, Sulton Shoh ham ancha qobiliyatli va ma'rifatli hukmdor edi. Ammo hokimiyatga intilish hissi uning aqlidan ustun keldi. Uzoq kurashlardan keyin, ya'ni 1188-yil bahorga kelib, vositachilar ishtirokida aka-ukalar o'rtasida sulh tuzilib, Sulton Shoh akasi Takash hukmronligini tan oladi. Shundan keyingina 1189-yil 4-iyulda Rodgon shahrida Takashning sultonlik taxtiga chiqish marosimi o'tkaziladi. Ammo Sulton Shoh buzg'unchilik ishlarini davom ettirib, akasiga qarshi kurashda g'uriylardan madad so'rab boradi. Biroq u o'z maqsadiga erisha olmadi. Faqat 1193-yilda Sulton Shohning vafoti bu ayovsiz kurashga xotima yasadi. Endi Xorazmshoh Takash hech qanday xavotirsiz o'z davlatini mustahkamlash va sarhadlarni kengaytirish siyosatini yanada kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'ldi. 1194-yili Marvni qo'shib oldi. Hatto Qoraqitoylar yurti Bolasug'ungacha bo'lgan hududlarni qo'shib olish siyosatini olib boradi. 1194-yili 4-mart kuni Shimoliy Eron hududida bo'lgan jangda Saljuqiylarning so'nggi hukmdori Tug'rul uch tormol keltirildi va Eron hududlarida Saljuqiylar hukmronligi tugatildi. Hamadon va Iroq Ajam, Sharqiy Eron hududlari bo'ysundirildi. Xalifa an-Nosir qo'shinlarini bir necha marotaba yengib, juda katta hududlarda o'z hukmronligini o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Takash 1200-yil 3-iyulda Shahriston shahrida vafot etadi. Takash Xorazmshohlar saltanatining imperiyasining asoschisi edi. Shunday ulkan saltanat hukmdori bo'lishi bilan birgalikda u adolatni yaxshi ko'rardi. Xorazmshoh Takash o'z fuqarolariga nisbatan adolatli bo'lgan. Sulton Takash o'z o'g'li Olovuddin Muhammadga mustahkam va ulkan saltanatni meros qilib qoldirdi. Sulton Olovuddin Muhammad ham o'z sulolasining ichki va tashqi siyosati bilan bog'liq an'analarni muvaffaqiyat bilan davom ettirib, saltanat sarhadlarini yanada kengaytirdi. Sulton Muhammad davrida saltanat tarkibida sharqda Yetsuv, Qashqar, Shimoliy Hindistongacha bo'lgan hududlar, g'arbda Iroq xalifaligidan Kavkaz yerlarigacha, shimolda dashti Qipchoq kengliklaridan janubda tog' Hind okeani va Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududlar kiradi. Hatto eng chekka Ummon, Arabiston yarim oroli yerlarida ham Muhammad nomiga xutba o'qilardi. Xorazmshohlar haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videoyimizda Xorazmga Chingizxonni bostirib kelishi va Jaloliddin Manguberdi haqida bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.